Davom etamiz. Aholining turmush tarzini yaxshilash uchun obodonlashtirish yo'nalishida ham keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Jumladan, Qoraqalpog'istonning Bo'zatov tumanida mahalla servis kompaniyalari tashkil etilib, ularning yangi binolari qurilmoqda, moddiy texnik bazasi ham yaratilyapti. Tamara Jumaniyozovaning reportaji shu haqda. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 25-iyundagi mahallalarni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va qiyofasini tubdan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasida 17 ta tumanda 17 ta mahalla servis kompaniyalari tashkil etilgan edi. Va shu bilan birgalikda o'z ma'muriy binosiga ega bo'lmagan ovullarda yangidan binolar qurish, bolalarni esa qayta ta'minlash belgilab berilgan edi. Hozirgi kunga kelib Nukus shahri, Nukus tumani hamda Xalliko'l, Bo'zatov va Kegeyli tumanlaridagi mahalla servis kompaniyalari binolari qurilish ishlari yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Bugun Bo'zatov rayoni Qusqonto'l xalajindining mahalla servis kompaniyasi ochilib o'tirdi. Bu hurmatli prezidentimizning qaroriga asoslanib, bu bizning Qusqonto'l xalajin ulkan bir imkoniyatlardan birida qatnashibmiz. Sebebindagi aymog'imizdagi жұмыссыз fuqarolar жұмыс bilan ta'minlanadi, qalabetimdagi aymog'imizdagi fuqarolarning zaruriyatleri öz oranda o'rnaladi. Aytacağım, mesela 11 turda üsküne berilib, fuqarolarımızga xizmetini ko'rsatib basaydı. Bu hurmatli prezidentimiz olib borayotgan siyosatning ulkan bir e'tiborida yasalaymiz. Sebebi bu kelajakda Xudo qalasa aymog'imizning gullab jasavuna, tozalig'ina, ko'chalarimiz obodlig'ina ulkan ulesini qo'shadi deb senim bildiramiz. O'zbekiston mahallalari uyushmasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, mahalla servis kompaniyalari uchun 11 turdagi zaruriy texnika qurollari hamda uskunalari topshirilgan bo'lib, fuqarolarga 31 turdagi yerga ishlov berish, gilam yuvish, ariq zovurlarni tozalash singari pulli xizmatlar ko'rsatish belgilangan. Ayni kunlarda ham ovullardagi mahalla servis kompaniyalarini binolar bilan ta'minlash ishlari davom etmoqda hamda 11 ta tumanda binolarni rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda.